Birinchi ayolim bilan ajrashishim sababi juda ham uyquchi edi. Onam ertalab soat 4 da tursin, hovlilarni supursin desa, uxlab qolardi. 4 dan 7 minut o'tganda uyg'onardi. 4 dan 3 minut o'tganda uyg'onardi. Ikkinchi ayolimning kamchiligi tili juda ham uzun edi. Masalan, uyda o'tirib qoshiq olib berib yuboring desam, tili bilan olib uzatib yuborardi. Uchinchi ayolim o'ziga to'q oiladan edi. Hattoki shahar markazida uyi bor edi. Onam biz bilan yashash boshlaganda unga onamni bizni kravatda uxlagani, onamni uni mashinasini haydashi, keyin bitta xonasini talabalarga ijaraga bergani yoqmadi. 4-marta yapon qizga uylandim, lekin bir-birimizni tushunmadik. 5-ayolimning ikkita farzandi bor edi. Bolalar yozda bo'sh o'tirmasin dedilar-da, onam avtomoykaga joylashtirib qo'ydilar ikkalasini ham. Keyin janjal boshlanib ketdi. Nima haqqingiz bor, hali maktabga chiqmagan bolalarni avtomoykaga joylashtirib, qarindoshlarim 6-ayolimni buni adasi jiddiy joyda ishlaydi degani uchun olib berishgan. Vaqt o'tdi, uy hujjatlarida kamchilik bo'lib qolgani uchun shu adasini oldiga bordim, hal qilib beradimi deb. Keyin bilsak, adasi morgda ishlar ekan. Bu ko'rsatuvga esa muhabbatimni qidirib keldim.